الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli kardeşlerimiz, bugün Sure Nisa'nınki 114. ayetiga keldik. İlgirki ayetlerde Allah subhanahu ve taala İslamның asosiy prinsipining adolat ekanligi, ya'ni adolatning o'zining islom ekanligi. Kim bo'lsin islom haq tarafda turadiganligi. Gerçi o haq tarafda turishning bedeli shu islomga mansub bo'lgan kishilarga berib taqalgan taqdirdimi, islom bu prinsipni asla voz kechmaydiganligi va o'zining mansublaridan buni talab qilganligi haqida ilgirki oyatlarda mazmunlarni o'qib o'tgandik. Ondan boshqa ilgirki oyatlarningki mazmunlarining ichida xatolik o'tkazgan kishining chiqish yo'lining Allohdan gunohini kechirim qilishni tilash, istig'for aytish, mag'firat talab qilish ekanligi. Balki aksicha gunohning ustiga gunoh qilgan odamning totadigan ziynininki o'ziga, vabolining o'ziga buradiganligi haqidagi mazmunlarni o'tgan. Bu mazmunlarning hammasi payg'ambar alayhisolatu vasallamning davrida yuz bergan bir o'rnak shaklidagi bir o'g'irlik voqeasini misal qilib turib bo'lganligini biz so'zlab o'tgandik. Yani Tu'ma bin Ubayriq ismli shu voqealikka munosabatlik ishlardan birisi, bular shu Tu'maninki qilgan jinoyatini yushirish uchun o'zaro bir maxfiy suhbatga, ya'ni Rasulullohning oldiga kelib, uning gunohini tilash, Rasulullohdan Tu'maninki jinoyatni yo'gab qilishni talab qilishning oldida bu haqda bularning o'zaro maslahatlashgan bir ahvoli bor, o'zaro paranglashgan bir ahvoli bor. Ya'ni maxfiy buni bir planlagan ahvoli borda, islomninki mush boshqalar bilan maxfiy paranglashishga qarta hatto eng oddiy nuqtalarga qo'ygan bir prinsiplari, talablari bo'ladi. Aqallisi 3 odam bir so'rinlik vaqtida 2 odam ayrılıp maxfiy plan tuzish xato, ammo 4 odam bo'lib qolsa, ya'ni qilib qolgan ikkisining ayrim parang qilish imkoniyati bor holatda u vaqtda boshqa. Mushu darajalik diqqat qilgan din, islom mana bu yerdami shu nuqtalarga alohida ko'ngil berib dediki, astag'firullah, la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin baynan nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Avval biz oyatni bir qitim tarjima qilib o'taylik. Davotli oyat ularning o'zaro qilgan maxfiy paranglarininki ko'pinchisi yaxshilik yo'q. Yaxshilik yo'q ifodasi amaliyotda shu ishni qilganlarga nisbatan bir xil musibat ifodasi amaliyotda. Illaki bunda o'zaro yig'ilib maxfiy paranglashadigan yoki maslahatlashadigan, plan tuzadigan ishlarningki xarakteri tuandagidek bo'lgan vaqtda bu yuqoridagi yaxshilik yo'q ifodasidan mustasno. Birisi sadaqatga buyurgan, ya'ni boshqalarga yaxshilik qilish, boshqalarning qiyinchiligini hal qilish, sadaqat shu. Yoki bir yaxshi ishga buyurgan, sadaqatdan boshqa. Yoki kishilar o'tirisida isloh qilishga buyurgan. Mana ma xarakteridagi ishlarni o'zaro maxfiy yig'ilib, parang qilib, planlashib qilsa tamoman bo'ladi. Unda bo'lgan ahvol asla xuddi ilgirki darslarimizda degandek, yomon xarakterdagi ishlar yoki bir rezillik yoki bir boshqalarning gunohini yepish deganimiz asli haq
nahaq meselesinde, adalet meselesinde aşta adaletga qarshi maxfiy planlarni qilish asla yaxshilikdan darak bermaydi. Va may yaf'al zalika ibtigha'a maradatil. Allohning roziligini izlab aşta ishni qilgan bo'lsa, ya'ni bir yig'ilib bir planlarni qilibdi, go'zal planlarni qilibdi, yaxshilik uchun oyatda deyilgandek. Masalan, oyatda bir necha misolni berdi. Sadaqatga buyurish, yaxshilikqa buyurish, yoki kishilarning o'tirini isloh qilish. Mushu xarakterdagi ishlar, mushuni qilgan odam bo'lsa, Alloh unga büyük ecr beradi degan bir şekilde ayet qana qildi oxirlashdi. Hamda ayet oldi bilan kishilarning o'zaro yig'ilib bir sorunda boshlardan ayrilib maslahat qilib plan qilishlarini butunlay inkor qildi avval. Bunday ish yaxshi emas dedi. Ammo buning ichidan yuqorqi sadaqat, yaxshilik, kishilarning o'tirini isloh qilish degan bir misollar asosidagi haq yo'li asosida bo'lganlarni qanaq chiqarib oldi, isloh qilib chiqarib oldi. Dediki, bunun Allah subhanahu va taala büyük ecirlerine berdi dedi. Endi biz vaqaga munosabatlik taraflarini ilgili derslerimizde yeterlik so'zlab bo'lg'achqa, bunu bu yerda takror qilib o'tmaymiz, so'zlab o'tmaymiz. Ammo oyatda bizning diqqatimizni tortadigan bir nokta fasawfa nu'tihi ajran azima. Biz aşta yaxshi ishlarni planlab, yaxshi ishlarni qilganlarga büyük ecir beramiz, Allohning rizoligini izlab qilganlarga degan ifodadan oxirlashdi ya. Mushu ifodadagi arabchadagi savfa ifodasi haqida to'xtalamiz. Tarjima qilgan vaqtimizda pat arada bununla büyük ecrin beramiz deb tarjima qilamiz. Balkim qarindoshlarimizga Uyg'ur tilidagi pat arada ifodasi bek yorqin bo'lmasa kerak. Ammo arab tilining ifodasi bo'yicha aytgan vaqtda ishlar yaqin fursatda bo'lsa, yaqin fursatda yuz berilsa yoki mana shunga o'xshash va'dalar yoki ma'lum bir qilimiz, itimizga o'xshash ifodalar yaqin fursatda bo'ladigan ish bo'lib qolsa, buning arab tilida sin ifodasini qo'llaniladi. Ammo biroz yiroq o'tirdi masofa va vaqt bo'lib qolsa, buningga savfa ifodasi qo'llaniladi. Bu xulosada nima demoqchi degan vaqtda Allah müminlerin dünyada qilgan bütün işlerininki mukafotini tamamen ahiretga qo'ygan. Ahiretde burada. Onda olsa bu dünyada çözülse, bu dünyada erişkenlere Allah'ın fazli merhameti o qilgan işinin mukafotiga yaramaydı demek. Yani demek çoğunumuz şu ki bu dünyadaki bizden erişidigimizni ko'zlab qilganimizda biz tuzuk ish qilolmaymiz. Yoki qilgan ishlarimizning natijasini bu dunyoda ko'ramiz desak, bizning ishimizning unumi bo'lmaydi. Yoki yana bir ifodalanadigan vaqtimizda bizning qilgan ishlarimizga qarata dunyoda har erishgan har qanday bir biz mukofot deb qaragan narsa mukofot olishga qanday qilmaydi, arzmaydi. Hattoki Payg'ambar alayhisolamning va'da olgan vaqtida, ya'ni ahd bay'at olgan vaqtidagi ansarlar Makkaga haj vaqtida keldi. Rasululloh bulardan nima oldi? Bayat aldı. Bayat ağa vaqtida Rasulullah bulardan bir qancha turli ishlarni qilmaslik va'dasini oldi. Dedi ki: "Bay'uni ala an la tushriku billah shay'an." Allohga hech narsani shirk keltirmaslikka menga bayat beringlar. O'g'irlik qilmaslikqa, zina qilmaslikqa, bolalarni o'ldirmaslikka, yolg'ondan tuhmatlarni to'qimaslikqa, yaxshi ishlarda osilik qilmaslikqa deb kelib oxirisida kimki aranglardan yuqorqi bayatga qana qilsa, vafo qilsa, uning ajri Allohga. Kim yuqorqi ishlardan birini qilmay xatolik o'tkazib qolsa, dunyoda jazolansa bu kafarat. Agar dunyoda yo'g'ilib qolsa, Alloh uni xolisa afv qiladi, xolisa jazolaydi degan bir hadis bor. Mazmuni shu. Mushu hadisda sahobalar Rasulullohga bayat berdi. Ya'ni ma bayat insonning hayotini o'zgartiradigan bayat bu. Inson yaşab kelgan bir hayat tarzi va, hayat uslubi va, o'zi qurgan bir hayat yo'li va, ma bayat insonning hayat yo'lini tamamen o'zgartirdi. Buning qarshiligida bir narsaga erishishi kerak bular. Bular dedi. Rasulullohdan so'di. Ya Rasululloh. Sizlar bizning bayat Allah. Yani bizning bir ishni talab qillar, biz talab qilganlarini qilamiz deb sizlarga va'da. Hem de sizlar bizga nima beradi? Biz nima ko'rishimiz?
Endi Peygamber Aleyhisselam muşu vaqtda bizning tasavvurimiz bo'yicha dunyodagi o kadar va'dalarni ba'zi birlaydi. Kelgusida g'alaba qilib, büyük bir cho'ng bir saltanat qurysizlar. Arab yarim aralasizlarni oldu. Hatta buningdan chiqib Persiya imperiyasini o'risizlar, bularning toj taxti sizlarni oldu. Rum imperiyasini o'risizlar, bularning toj taxti sizlarni oldu. Zaminning mashriq, mag'ribigacha butun zamin sizlarga bo'ysunadi. Bu nurg'un va'dalarni qilsa qila oladi. Ammo prinsip o emas. Yo'l o emas. Mayli hayotda qilgan ishiga mu'min o qadar ko'p mukofotlarga erishib kelsin, o Allohning beradigan mukofotni oldi, hech nima emas, o yana hisob emas o. Rasululloh shu vaqtda bularga javoban nima dedi? Va lakumul jannah. Qilgan ishlaringlarning hammasining mukofoti jannat dedi. Hayatını ben üçün özgürüm, bu din üçün özgürtsənlər. Mənə o qədər bəyətlini bədənlə hayatını özgürəydi. Bunun bədəliga siz cənnətdir. Başqa heç nəsə demədi. Çünki bu dünyada erişdiyimiz hər qancha katta olub gəlsin, cənnətin aldıda heç nima deyə hesab etməz. Şuna məndə bir gəplər var ya. Məndə bir hekayə var. Birisiga sən məni yaxşı görəmsən, söyəmsən. Tamam, səni yaxşı görmə. Qançılıq yaxşı görürsə, dünya qədər yaxşı görmə. Mən nə degan ərzəməsə? Mənə nə desə? Dünya, biz bu dünyada yaşayıcılar, bu dünyada bir nişanlı közlep manğucular, bu dünyanın qançılık erişsek buludu. Ama közümüzde o kadar küçük görüntülsün ki, çünkü bizni saklavatqını katta bir nimet. Ahırı çıkmaz, mengülük bir hayat. Biz oylap tasavvurunu kılanmağın bir mukafat. Ma noktadan Ma dünya gözümüzde o kadar küçük görülüş gerek. Müminler bilen, yani ahiretke tamamen işengen müminler bilen dinsizlerin oturdaki fark şu. Yani insan dinsiz olsun ya ki mümin olsun, hayatta eriştiğine tamamen oxşar, çoğun farklanmaydı. Çünkü insan qançılık imkaniyetli köp gelsin, meyli iqtisadi cihette ya ki başka cihette insanın şahıs insan buluş süpütüyle erişdiğinin çeki var. Çünkü insan yaşadığın vaktinin çeki var, yaşadığın günün çeki var, yiyeleydiğinin çeki var, içeleydiğinin çeki var. Onundaki besilip yatkan o kadar köp mal dünya, ya ki onundaki o kadar köp seltenet, onunla o kadar köp imkaniyet vermeydi. Müminmiş o. Ama ikisinin farkı ne mi dese, müminle aldığı tuvatkan kattı nimet boğalık için bu nesile küzde büyük görünmeydi, küzde küçük görünüyordu. Ama kafirninki, yani mümin olmayan, Müslüman olmayan kişininki küzde en büyük nesli şu. Çünkü onun bayok eriştiğini şu, onu kütüvatkan o kadar mükafat yok, o kadar bir nimetlik hayat yok. Ma din, ma şekilde bizge hitap kıvatıdı. Ayet davatıdı yani, ayet kayıtıdın kelsek, Allah aşta sizlerinin kıgan şu yaxşı işanlarının mükafatını pat aradı bürüdü. Ne demek ifadelemek çoğunum şu. Yani kelgüsüdü bürüdü. Yani dünyada sizin kaçlık erişip ettiğinde Allah'ın kelgüsü bürüdüğüne nispeten o mükafat digil olmaydı o ne? Digen bir ifadını bürüdü bu bir. İkincisi kattı büyük ecir de sıfatladı. Bu yerde bu kadar ecirle Allah'ıyla takitlen güdek iş aldık iş ne mi dese bizge takitlanatkan iş bu yolda. Ketayotgan bu yolda, bu prinsipte qanday qilmay menish, ajrmay menish. Bu yolning xarakteridan, prinsipdan chekinmay menish. Yani mana shu vaqtda men bayatni deb o'tdim, hayot uslubini mushu yo'lning talabiga binoan qurish. Bu anda oddiy narsa emas. İnsanın bütün hayatı şu asasda quruldu, şu yo'linishga selinadi. Unda olgandan bu kadar katta ecirlerninki va'da qilinishning sababi şu. Mesela deyli Ebu Bekir radıyallahu anhu bu haqdagi en güzel örnek bulalaydı bizge. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anhu bu yolga o kadar işençlen kirgan ki, bu yolga o kadar çaplaşkan ki, özünün hayatı, tasavvuru, işenci bu yol bilen, bu din bilen, ya ki bu hayat dasturu bilen, bu hayat menajı bilen o kadar kirişip ketken ki, İsra
Mi'raj vaqasida Peygamber İslam'ның özününki Palestinki bir kechada bağlılığı Baytul Maqdisga asmanga chiqib kirganligini mushriklarga degan vaqtda buni xuddi mazhir asosida Abu Bakr radhiyallohu anhuga qarshi qara sen aytishayotgan odam mashta gaplarni qildigan odam degan shaklda oldiga tashlaydi. Abu Bakrning shu vaqtda billaga ifodasi nima desa, ashta dedimi? Ha, ashta dedi. Unda o'sirasga qildi. Bu darajada, bu kadar ishonch, ya'ni u men u. Men bu yol men. Mening hayotim bu shaklda o'zgarganning eng go'zal o'rnagi Abu Bakr radhiyallohu anhu kishi o'zini musha holatga ekilalsa, undan bugungi oyatdagi fasawfa nu'tihi biz uningga pat arada büyük ecrlerni fasawfa nu'tihi ajran azima. Büyük ecrlerni birimiz degandagi büyük ecr ve ahiretdagi ecr o kişiga loyiq bo'ladi. O kishi o ecrga nima bo'ladi? Loyiq bo'ladi. Aksi taqdirda endi agar kishi o'zini bu yo'lning haqiqiy edimi, mang'uchisi, buni birlashgan, giralashgan demay, bu yo'ldan ayrilib boshqa yo'l tutmoqchi bo'lsa, buning ahvoli qanday bo'ladi? 115-oyatda Estaizu billah va may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda va yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla va nuslihi jahannama va sa'at masghira. Hamda kim payg'ambardan haqiqat, hidoyat oshkorlab bo'lgandan keyin yirilsa, oyatdagi ibodatning tarjima qilgan keladi. Yirilsa ifodasi, ya'ni yo'l ayrilsa, mu'minlar mangan yo'ldan boshqa yo'lni tanlab bu yo'lga ergashsa, biz uni mangan yo'liga mangdirib qo'yamiz. O'zi ko'zliga yaqinlashtirib qo'yamiz. Yani yo'lga sap qo'yamiz degan gap bizning ifodada. Va uni jahannamga kirgizimiz, jahannam nima degan yomon bir oqibat, nima degan yomon bir natija. Oyatda men bu oyatning diqqatingni biroz tatgan shaklda tarjima qilgan. Yushaqiq degan ifoda oyat so'z ya'ni nima desa, yirilish ma'nosida. Yirilish Uyg'urcha mush ifodadan tushungan vaqtda aslida bir o'g'an narsani o'ttirdan ikkiga qanday qilish ayirish. Mush ma'noni tushundirdi Uyg'urchada. Arabchadagi ifodasi shu. Ya'ni bu oyat shuna demakchiki, mu'minlar, sizlar mu'min bo'lishinglar oxiratdagi hiliqi va'da qilingan mukofotga loyiq bo'lish uchun bu yo'ldan birlashishinglar kerak. Bu mu'mindan talab qilinayotgani. Endi kimki mushu yo'ldan birlashishdan o'zini ayirsa, yo'l ayirsa, yirilsa ifodasi oyatda bizga qanday qilayotgani ifodalanayotgan ma'no shu. Ya'ni Allah'ın şeriatı bu halatda yaşashni taqozo qilsa, boshqa holatda yashasang, bu yo'lga borishni taqozo qilsa, boshqa yo'lda mangsang, mashakilli. Masalan, yirilish hamda yo birlashmaslik yoki birlashib bo'lgandan keyingi ayrilishga holatni qanday qiladi? O'z ichiga oladi. Oyatdagi hidoyat qanday bo'lgandan keyin, oshkorlanib bo'lgandan keyin degan bir ifoda bor. Hidoyat insonga qanday vaqtda oshkorlanadi desa, dal aqlning roli bu yerda joriy bo'ladi. Insonning Alloh yaratgan bir aql bor. Inson musha aqlga tayinib turib, bu dunyoda ishlarningki o'zligidan mangmayotganligini, biz ko'rayotgan atrofdagi bu intizomning orqasida bir kuchning borligini biladigan doiragacha bora oladi aql. Musha doiraga bog'uchi bo'lgan holat bizga yo'lning nima bo'lgani oshkor bo'lgani. Qanday deysizlar desa, inson aqli shu yerga borgan vaqtda insonning ustiga shu tushadi. Ya'ni inson shu kuchni izlash. Ammo bir narsani qo'ysinki, insondagi aql u kuchni topolmaydi, bilinmaydi. Faqat kuchning borlig'ini his qila oladi. Agar insonning aqliga undan keyin qo'yib o'tilsa, birisi berib muzoyin topidiki, muzayga ibodat qiladi Hindistondagiga o'xshash. Birisi berib o'zicha loydan yasab olgan butlarga ibodat qiladi. Yana birisi berib yana bir narsalarga ibodat qiladi. Yana birisi berib quyoshlarga ibodat qiladi. Birisi o'tga ibodat qiladi. Insonni mayaga ko'taradi aql. Chunki aqlning roli nada desa, koinotdagi bu intizomliq bir harakatning orqasidagi bir kuchning borlig'ini bayqagan yag'ichi insonning aqli bo'ladi. İnsonga mushu aydınlasa,
hidayet aydınlaşkan buludu. Yol aydınlaşkan buludu. Endi bu vaxtıda insan aşık güçüne tepiş için bir körüset küçüge, yol başlığı ihtiyacı var. Bu başlığı şu güç tarafından üretildiğin nemo peygamber. Şuna başka bir iki nokta var. Birisi akıl arqılık, bir güçnün bağlılığını kabul kılış, muş dünyanı yaratkan ve idare kılıvatkan, bütün işlerini tertiplevatkan bir güçnün bağlılığı işiniş ve bu güçnünki insanını yetekleydiğallığa, yetekleş için birisini əvətidiğallığa işiniş. Muş iki noktada kelgen vakitte akılın vazifesi tamamen bu noktada tügeydi. İnsanın şu vakitte yol aşkarılap boğan buludu. Endi şundan keyin, şu dereceye birip boğandan keyin mi? O peygamberi kelse, o elçi kelse, o kişinin kimlikini bizge depirdiğen helikki yetekçi kelgen vakitte insan yani bu yolga kirmesden yol ayırsa, başka yol tutsa ve müminlerden başka yolga geçse degan ifadeni ayet qanday qiladi o'ziga oladi qarindoshlar. Andikin bununla yani akli bu yergacha apagan insan endi bundan keyin o'zi qanday bundacha insan adati normalda insonning o'zining akli shunoqlarga apagandan keyin şu noktalara kanaat kılıp şu boyunca mansa onun o tarafa doğruludu. Çünkü biz davamlı ta'kidlab kelyapmiz, insan yol tanlığına qarab turib, Allah onunla muamele kılıdı. Eğer insan hakikat yolunu tanlasa Allah onu hakikat yolunda davamlıq meniş ve o yolda təxmi işkirlep, çonqurlap, düşünüşüge Allah yaradan. Bunu nurgun əməli misallar arqılıq düşündüdük sizlərə. Eğer insan əks təqdirdə başqa yolunu tanlığa vaxtda, hazırki ayətdəki oxşaş yol ayırığa vaxtıda Allah onu bu yolga qoyup ötüdü. Mana mangınla yolga. Men seni doğru yolga başlaş, doğru yolga yeteklep qoşun evetken peygamberinin gibini anlamagan bolsan, yani mening hidayetimni qabul qilmagan bolsan, özüň çaqlapman. Onu qoyup ötüdü. Baradigan yeri hergiz doğru bulanmaydı vaqtda. Baradigan yeri ayetdeki boyunca cehennem buludu qarindoshlar. Şuna başka ma ayetten başka yani nurgun ayetleri. Anda ma gapni deyişinin aldıda yani ayetteki bir ifadeni deyişini unutup kalmay. Huda ifadesi qo'llanılıb. Huda degan nima desa biz Uyg'urchada hidayet de bununga könep qilg'iliq, mush shaklda tushunib qilg'iliq. Anakin bu bir xil bizga nisbatan gungulishib qilg'iliq biroz. Bilisizlar, har qanday inson bir yo'lda mang'aykan bunun baradigan bir nishoni bor. Bu hayot agar insonga to'g'ri tushunilsa, şu nişan kitip bağan bir yol. Eğer insanın aklı hayatındaki bu hayatının arkasındaki bir güçnün barlığını kanaat tapsa, bu dünyanı ve dünyanın içindeki şu insanı bir yaratkuçunun bağlılığı kanaat kığınıda ve bu dünyanın kelgüsüdeki akıbetinin şu zatının güçünün kontrolü kurup bulunduğallığı kanaat kığınıda şu nişanı karab meniş insanın üstüge vacip bolgan bir narsa. Endi bu nişanga qaysi şekilde yetip baradi? Bu meselenin delmiş yerde. Yetip baradigan yol del hidayet şu. Ya xaritadek ko'rsatilgan boyunca, yetekligen boyunca en qisqa yollar bu yerga yetip baramiz yoki o'zimiz yani şu havayı hevesimiz ko'nglimizning tartishiga qarab turib yo'l tutimiz balkim yetip bara olishimiz mumkin belki ehtimoldan yiroq. Mümkün emas, yani peygambersiz, kitapsız o yolunun ahirine yetip bağlanmaydı. Ve başka yollara girişip getip, başka yollara getip kılışımız asasen muhakkak şu şekilde, ahil şekilde yol tutku adamı. Şu ayette devzakının vədə kılınışının sebebi şu. Vədəki hidayet bizni del aş yolga apağıcı yetekleşke evetilgen meyli peygamber, meyli kitap hemmisi hidayet oludu qarindoshlar. Kur'an-ı Kerim'de mi muşahakta yaman köp bir şekilde qanaqılında ifadeler kullanıldı. Ve enne hâzâ sırâti mustakîme fettebi'uhu ve la tettebi'us subul. Sure En'am'nınki 153. ayet. Bunun oxşagan ayetler intayın köp. Muşu ayet del yukarıda söz atkan mezmullarının bir örnek misali. Yani mamının doğru yolum bununla ergeşanla başka yollara qanday qilmanglar, ergeşmanglar. İni ko'rinib turibdiki, nishonga boradigan eng to'g'ri yo'l yolg'iz bir yo'l.
Onun etrafındaki her xil yo'llar bizni nishonga olib bormaydi. O hidoyat emas, bizni yetaklovchi emas, bizga yo'l boshlovchi ham emas qarindoshlar. Hamda oyatning oxiridagi nuvallihi ma tavalla. Men tarjima qilgan vaqtda uni mangan yo'liga yaqinlashtiramiz deb tarjima qildim. Valla yuvalli arabchada bir odamga yaqinlashib, shuni o'ziga do'st, hamroh qilganini valla yuvalli tavalla ifodasi qo'llanildi arab tilida. Oyatdagi shu ifodaga qaragan vaqtda inson agar Alloh tarafidan avatilgichini o'ziga nisbatan bir to'g'ri yo'lga yetaklovchi sifatida qabul qilmagandan keyin insonning ko'zlagan nuqtasiga Allohni yaqinlashtirib ma'noda bo'lsa, inson kufrni tanlasa kufrga, halqa xato yo'lni tanlasa xato yo'lga, do'zax yo'lni tanlasa do'zax yo'lga, shu yerga insonni yaqinlashtirib shu tarafga qanaq qo'ydi, yuzlantirib qo'ydi qarindoshlar. Ya'ni bu yerda shunday demoqchiki, bizni birdan-bir yetaklaydigan zot Alloh subhanahu va taolo. Allah bizni de payg'ambar orqali yetaklaydi, kitob orqali. Agar biz Allohni qo'yib qo'yib turib, yana bir yetakligini izlaganimizda, yana bir yo'lni izlaganimizda, dal Allohning bizni qanaq qo'ydigan, tashlab qo'ydigan shu. Hadisda payg'ambar alayhisalom Allohning mundaq deganligini bizga yetkazdi ya. Ana aghna shuraka an shirk. Men aşı insanlık keltirayotgan şirklarning ichida shirkdan eng behojatdi. Ya'ni menga shirk ketmaydi. Kimki menga shirk boshqalarni shirk qiladigan bir ishni qilsa, men uni shirk keltirgim bilan tashlab qo'yman. Hadisning ifodasi shu bayat men deganimdek shu. Ya'ni inson Allah bizga boshlab bergan yo'ldan boshqa bir yo'lni tanlagan ekan, Allah uni qanday qo'ydi tashlab qo'ydi. Menga andoz mangmoqchi bo'lgan yo'lga. Men boshlagan yo'lga mangmasam, men avatgan payg'ambarni to'g'ri topmasam, men avatgan kitobni o'zingning kitobi bo'lishga to'g'ri topmasam, tamom o'zing mangan yo'lga mang tashlab qo'ydi. Inson oqibatda xatarlik nihoyatlan uning hayoti yoki uning kelgusi oxirlashdi qarindoshlar. Endi hadis so'zlanib qoldi. Shu munosabat bilan bir gapni qo'shib qo'yay. Odatda bir shirkka ehtiyoji bor deganlik, birisininki uningda bir ojizlik bor deganlik. Misol olaylik, masalan yaqinlashtirishni valillahil masalul a'la. Menda yetarlik mablag' bo'lib qolsa, yetarlik iqtidor bo'lib qolsa, men aslo birisi bilan shirklashmayman, bir shirkat uchun, bir tijoratni qilish uchun. Qachonki mening mablag'im yetishmaganda yoki aqliy qobiliyatim yetishmaganda yoki navbatdagi sharoitim mush ishni yolg'iz qilishga yor bermaganida, ondan keyin boshqalarni o'zimga shirk qilaman. Ya uning pulidan, ya kuchidan, ya tajribasidan foydalanaman. Mal shirkchilikning xarakteri Allah dal bu xil sifatdan munazzah. Allah kamoli qudrat egasi, ammo Allah kamoli qudrat sahibi, hech kimga ehtiyoji yo'q, hech kimga muhtoj emas. Shunga bayatmaqi hadisda nima deydi Alloh subhanahu va taolo? Ana aghna shuraka. Men shirklardagi eng behojat deydi. Ya'ni mening hech nimaga ehtiyojim yo'q, unda o'g'ankin menga shirk etmaydi. Ammo kimga shirk keltirdi ekan, men uni qanday qilib qo'yman? Tashlab qo'yman degan shaklda Alloh subhanahu va taolo menda bildiryapti bizga masalaning nimasini, xarakterini. Ya'ni oyatni o'ziga qaytganimizda kimki Alloh ko'rsatgan yo'lni tashlab, boshqa yo'lni tanlaganida, Allohning yetakligichisini tashlab, boshqa yetakchilarning keyniga manga vaqtda uni qanaq tashlab qo'ydi. Ya'ni esingda bo'lsin, bir gapni alohida deb qo'yay. Allohningki undan tashlab qo'yishi faqat hidoyat nuqtasidan bo'ladi, to'g'ri yo'lni tanlash nuqtasidan bo'ladi, ammo Allohning rububiyat sifati, ya'ni insonni yaratish, insonga rizq berish, bu dunyoda yashash sifati mu'min kofirga nima tamoman o'xshash. Chunki Allohning rububiyat sifati mu'minni o'z ichiga oladi, kofirni qanday qiladi ham o'z ichiga oladi. Bundan o'xshash baharlanadi. Faqat bu yerdagi Allohning marhamatidan mahrum qoladi deganimiz, Allohning to'g'ri yo'lga yetaklash marhamatidan mahrum qoladi. Allohning to'g'ri yo'lga yetaklash payg'ambarlarining yo'l boshlashidan mahrum qoladi. Undan boshqa quyoshga o'xshash, yomg'irga o'xshash, shamolga o'xshash va boshqa rizq beradigan yo'llarga o'xshash Allohning rububiyatiga qana qiladigan, temsil bo'ladigan Allohning rububiyatining ta'siri bo'lgan ma'nolardan mu'min, kofir o'xshash huzurlanadi. Quyosh hech qachon mu'minga chiqib kofirga chiqmaydigan ish yo'q. Shamoldan mu'minning foydalanadi, kofirning foydalanadi. Ya'ni masalan, terrorchilik qilsak, mu'minning
etizmi buludu, kafirning etizmi buludu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala hayatqa bir sebeplerini unutayotgan bulup, bu sebeplerini kim kullansa neticesini bir yevrodu. Sura Şura'nınki 20. ayetinde men kana yuridu harasal ahire nazid lahu fi harfi. Kim ki ahiret yollarını, ahiret işlerini irade kılsa biz bunun da onun yardımcımız ma'nisida. Yani teximiz ziyade kılımız. Kim dünya menfaatini, dünya matalarını irade kılıp kalsa onu birimiz ondan ama ahiret nasibi yok doğdu. Bir yerdeki karakter bu. Müminler bunu hata çınıp kalmışsın. Allah'ın ulanı taşıvatı degeni dünyadan taşıvatı degenlik emez. Fakat ahiretki alakadar işlerde taşıvatı ama dünyadaki Allah'ın rububiyet süpütü bilen insanlığın yaşaydığı bir haleti var, yaşaydığı bir kanuniyeti var. Bunun da mümin kafir tamamen okşaş. Kullen numiddu haulay ve haulay min atai rabbik. Biz ulanın hammasini Allah'ın Rabbinin atasını təminləyimiz. Və mə kənə ata'u rabbuka mahdura. Allah Rabbinin atası çeklenmeydi Sure İsra'da. Ma meseleni ma şekilde düşünüşümüz gerek. Fakat tekrar dedim bu gapni zihnimizde ornap kalsın üçün qıp qaradığını, taşlap qoyduğunu özüge Allah'ın yol, hidayet yoludu menş cihetdeki merhameti onu erişemeydi. Ondan başka Allah ulanı zamanğa keltirgen boğucu bulup süpütülen Allah razzaqdır. Allah ulağa her daim mümin kafirden ayrılmasın. Hemizge özgü belgengen bir şekilde qanday qılıdı. Rızık bir yevrodu. Hem de ondan kinki ayette ma yukarıdakisi bir iğir derecede yol ayrış, hatalaşış, cinayet, başka yolda menişinin nimesi ma o bir ceza süpütüde oturup koyası. Hem de ki 116. ayette imanına nispeten en büyük hıyanet süpütüdeki bir cinayet. Belki bunu cinayet dep ataşma. Belki doğru, kürelmeydi. Cinayet normalde bir adam özü kanaat kılgan, özü asli şuna itaat kılışka, boysunuşka, aval qayıl olgan, andinkin karşılık kılgan işler, cinayet, hatalık, günah dep atalsın mı? Ama hazır mayetliğine bakını bunun seyye ciheti yokur bir iş. Yani bunu eğer ifade doğru kalsa büyük hıyanet. Digen şekilde ataşkı buludu. Davadı Allah subhanahu ve ta'ala Estaizu billah innallaha la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalik limen yasha ve men yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Allah subhanahu ve ta'ala özüge şirk keltirişini asla keçiremeydi. Ondan başka bütün cinayetlerini halk adamı keçirdi. Kim ki Allah'a şirk keltirirken hakikaten de Irak qanaqıp ketken buludu, ezip ketken buludu. Ayet bu yerde Allah subhanahu ve ta'ala şirk keltiriyotgan insan hakkında ve tövbe qilgan insan hakkında sözler atdı. Aldı bilen bir narsani men qistirib qo'yay. İnsan tövbe qilib haqqı qaytqanida kechirilmaydigan jinoyat yo'q. Qanday jinoyatlar kelsin? Bilimiz iman, İslam. Üzden ilgiriki her qanday jinoyatni yuyudu. Meyli o şirk olsun, meyli küfür olsun, meyli nim insan bilen insanın oturduğu haq hukuk münasebetliklan bo'lib qolmasa, her qanday jinoyat İslam bilen yuyuldu, iman bilen qanday qiladi yuyuldu. İmanның büyüklüğü şu ki, bir insan hayatida küfürle yaşadı, şirkle yaşadı, günah, ma'siyetle yaşadı. Çin kalbiden iman etti ve şu saatten kinlem ölüp ketti, Allah onu cezalamaydı. Hatta bu adamın ahvali hayatida Müslümanlar yaşayan adamdan qanday oluşu mümkün, yaxşı oluşu mümkün. Ama öyle bilimiz Uhud uruşuga chiqqan bir Yahudiyning hikoyasini Muhayriq ismli bir Yahudi. Bu Yahudi etrafdagi Yahudilarga hammanglar bilisizlar. Şu vaqtdagi qo'llangan ifodasi bu. Muhammadga yordam berish asli haq, ustunlardagi haq. Muhammadning haqiqiy payg'ambar ekanligini bilasizlar, sallallohu alayhi vasallam. Ular yo'q bo'lgan shanba. Yo'q, sizlarning shanbanglar yo'q. Ular bahana ko'rsatdi Yahudilar. Shuni bilan Yahudilar onu anlamagandan keyin gapini qilishni elib Rasululloh bilan birga Rasulullohning sepida urush qilish uchun Uhud qo'vardi. Uhudda yaralanib ölüm girdavga berib qoladi. Shu vaqtda agar ölüp ketib qolsam deydi. Bütün mallarım Muhammedning sallallohu alayhi vasallam ilkida bo'ladi, xohlagan yerga sarf qilsa bo'ladi degan bir şekilde ölüp ketdi. Hayotida bir rakat namoz o'qib boqmoqlik.
Ama Allah muşunun günahlarını keçirdi. Muşu Allah halı cennetke kirdi. Peygamber aleyhisselam bunu bir maqtaydı hatta. Muhayraq Yahudlarning yaxshisi, Salman Parislarning yaxshisi, Bilal Habeşlarning yaxshisi degan bir şekilde Resulullah'ның maqtagan yeri var. Yani imanın büyüklüğü bu. Ayette şirk keltirishni Allah kechirmaydi, undan boshqani hammani qanday qiladi? Kechiradi. Bizlarga bek yuqori darajalik eng büyük jinoyat shaklda ko'radigan yoki anglaydigan ba'zi ishlar var. Mesela misalan, valillahil masalul a'la. Bir davlat uchun, bir hukumat deyli, yoki bir davlat deyli, yoki bir cho'ng bir inqilob deyli. Eng büyük narsa şunun içindeki kişilerin şunun qarşı xiyanat qilishi. Bu kechirilmaydi. O'lim bilan hukm qilinadi, bizning atrofimizda ko'ryapmiz buni. Bu bir insonlar o'tirisidagi bir masala. Endi iymon babida Alloh bilan banda o'tirisidagi aloqa munosabatida eng kechirilmaydigan, lekin men bayat büyük xiyonat deb atadim ya, eng katta xiyonat deb şu xiyonatning birisi Alloh subhanahu va taologa nima keltirish, shirk qana qilish keltirish. Inson undan boshqa har qanday jinoyatni o'tkazishi mumkin. Har qanday jinoyatni o'tkazishi mumkin. Hatto tövbesiz ketishi mumkin. Allah xolisi buni kechiradi. Ammo bu yerda bir nuqta bor. Eskartib qo'yay. İnsonningki jinoyatlikini qabul qilib turib, xatoligini e'tirof qilib turib, ammo insonning o'zidagi bir ojizlik tufaylidan qilgan gunoh bilan masalani egasiga qaytirib turib qilgan gunohi yana farqlanadi. Masalan deyli, birisi haroq ichish gunoh, Alloh harom qildi, ichmasam bo'ldi, lekin ichib soldi. Ma şekilde qilgan gunohi, ya'ni kechirilsa bo'ladigan, ya'ni kechiriladigan gunoh. Ammo haroq halol o, masalan, ma şekilde. İchsa, mao hukmni Allohga qaytarganlik qiladi, ya'ni inkor qilganlik qiladi. Bu kufr, bu kechirilmaydi. Ya'ni bu shirk bilan o'xshash o'rinda tumusimi shirkning eshitishdigan yoki shirk qilishdigan bir jinoyatlarning turiga kiradi. Ma'ni farqlantirib olaylik. Bir odam Allah namoz farz qilgan, banda o'li suhbatimizdan o'qishimiz kerakdi. Hamda shu o'qiyanmadik deb har xil banolar bilan o'qiyanmadi, bu boshqa. Ammo namoz degan bekorning ishi. Nerede namoz o'qing deb bor, masalan, o'qimasak ham bo'ladi. Ma shaklda rad qilib o'qimaganning ma'ning jinoyati qanday qilmaydi, o'xshamaydi. İkisining nimasi bor? Farqi bor. Va jazona va boshqa zina va boshqa har qanday jinoyatga tutgan muomala bu yerda qanday qiladi? Farqlanadi. Inkor qilib, masalani qaytirib, rad qilib turib qilmaganning ishi kufr bo'ladi. Alloh bundan hammamizni saqlasin. Ammo inson ojizlik nuqtasidan qilgan jinoyatning hukmi boshqa, Allohning kechiradiğini bu xil shakldagi nima jinoyat qarindoshlar. Endi Muşu ayette Allah şirkni keçirmeydi. Şirkten başka bütün günahını keçirdi yerde şirkning meselesini sizler düşündük ki en yuqur derecedeki cinayet hesaplanıyordu. Qolgan cinayetler ama keçirildiği cinayetlerini men sizlerge hazır deb öttüm. Hem de bazı müsteşrikler bir gepi varmış herhalde. Men bunu kısırıp öteyim. Muşu ayetteki Allah şirkni keçirmeydi. Qolgan cinayetini hemini keçirdi degan ayet bilen Sure Zümer'deki 53. ayetteki Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah innallaha yaghfiru zunuba jami'an. Allah bütün günahlarının hemmini keçirdi. Ümit üzmanglar degan mazmundagi ayet. Buni müsteşriklar ekilib selishtiriblar. Qur'on oyatlarining bir-biriga zid kelgan, ya'ni bir-biriga qarshi kelgan nuqta asosida o'rtaga qo'yib deydi-ki, nima deydi? Mana ko'danglarmi? Qur'on Muhammadning so'zi ifodasida qo'llanildi. Muhammadning so'zi maktab birisiga nima zid. Mayada shirkni kechirmaydi deydi. Mayada bütün gunohni kechiradi deydi. Degan bir shaklda o'rtaga chiqadi. Halbuki bular Qur'onni tushirimiz deb, ayiblaymiz deb, boshqalarning oldida yavilan yakson qilamiz deb turib Qur'onning texmo masalalarining aydınlashishi, mo'jizlik tarafining o'rtaga chiqishiga nima bo'ladi bular sabab bo'ladi. Asli bular azroq qalbi uchiq bo'lsa,
Arab tilidagi ifodalarni azroq xabar olsa, yoki inson bilan qarasa, masala nihoyatda aniq masala qarindoshlar. Qanday masala? Shirk gunoh tipidagi ish emas. Buni bayatdan biri deb keldi mush masalaga ishorat qilgan shaklda. Gunoh degan nima desa, inson bir masalaga ishinadi. Bir masalaning xarakterini avval kallasida bekitib oladi va inson ojizligi tufaylidan qarshilik qildi. Xuddi bayatdan haroqni harom deb turib, ojizlik tufaylidan ichib qolgan, jazonini harom deb turib, iqtisodiy qiyinchilikni bot deb qilib solgan odamga o'xshaydi. Buning ismi gunoh. Islomda ma'ning ismi zamb. Arabchadagi jinoyat degan shu. Ammo shirk degan nima desa, buningdan eshib ketgan ish. Bu zunub emas, bu jinoyat emas bu. Bu büyük bir xiyonat. Yani kufrga yaqin, yani ba'zida kufrdan farq, kufrga yaqin desam kafir emasligidan kafir, lekin buning biroz nimasi bor, darajasi bor, darajasi bor. Qana darajasi bor deganingda, qana darajasi bor deganingda, odatda normalda kufri Allah'ның barlığını inkar qildiganlarni biz kafir deymiz. Müşriklarning ichidan Allohni inkar qildiganlarmi bor? Allohni inkar qilmay, balki boshqa narsalarni o'rtaga billa shirk keltiroldiganlarmi bor. Bu nuqtadan kufrdan xarakter jihati farqlanadi, ammo hukm jihati, ya'ni ikkilisining nihoyatda kafirlikka o'xshash, ikkilisininki yo'ldan chiqqan bir ozg'un ekanligiga o'xshash va oqibatdagi jazosiningki dozaq ekanligida tamamen nima o'xshash. Bu nuqta masalan Qur'oni Karimda mush haqda Peygamber Aleyhisselam'ın davridagi mushriklarni butqa ibodat qilish haqida tushunishni mana ifodalaydi. Sura Zumarning 3-oyatida "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallohi zulfa." Biz ma'budlarga faqat Allohga bizni yaqinlashtirsin uchun ibodat qilamiz deydi. Kallasida Alloh qo'mi bor, Allohga ishonadi, butlarni o'tirg'i qana qoladi, qistirib oladi. Qistirib oladi hatto. İbrahim Aleyhisselam'ınki öz kavminin ibadet kılıvatkan butları ve işleriga qarta bildigen bir ifadesi var. فَاِنَّهُمْ اَدُوُّ لِي اِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Siz ibadet kılatkan şu ilahlarının hemmesi bana düşman, illa ki Allah'tan başka. Karama siz ibadet kılatkanların hemmesi bana düşman, Allah'tan başka. Digen muş ifade, İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi Allah'a ibadet kılıdı ve koşup başka neslerine ibadet kılıdı. İbrahim Aleyhisselam qağallarını düşman qatarga chiqarib etdi, Alloh nom qo'yib qo'ydi. Bu nima desa, mushriklarning bizga bildirib atgan, mushriklarningki ibodat xarakterini bizga. Ya'ni demakchi o'g'lim xulosasak nima desa, mushriklar nihoyatda kafir o'xshash, lekin qar kafir bilan Allohni e'tirof qilib shirk keltirgan kafirning darajasi, ya'ni xarakteri o'xshamaydi, nihoyatda berilgan hukm asosan o'xshash. Endi oyat nima deydi bularga qarata desa, kimki Allohga shirk keltirsa, bakmi yiroq ezib ketdi. Qana yiroq azidi. Desa, buni azroq aqli odam tushunadigan bir nuqta. Qana buning arabchadagi yiroq ezib ketdi ifodasi degan gap haqiqatan bak chetnab yiroqlab ketdi. Ya'ni bir odam uchuq bir xatolikka kirib qolgan bo'lsa, bunu biz başta ifadelaymiz. Qana desang, inson o'ylab baqqanida inson ikki xil hodisa bor. Birisi o'zi dunyoda qanchalik go'zal yashagan bo'lsin, dunyoda qanchalik imkoniyat, qanchalik huquq, qanchalik mol-dunyo ishlatgan bo'lsin, insonning bundan ayrilib ketadigan bir vaqt bo'ladi, o'lib ketadigan bir vaqt bo'ladi. Endi inson o'lib ketadiganligiga aniq ishongan nuqtada, chunki inkor qilgan hech kim yo'q ya, nuqtada o'ylanib baqsa, insonning bu o'zi erishayotgan shu ne'mat, nozik ne'matlardan huzurlangan vaqtini aytchaklik. Bu bir. Bu bir nuqta. Inson o'ladiganligi muhaqqaq, buni musulmon kafir hammasi e'tirof qiladi. Dunyodan ketmayman deydigan inson bo'lmaydi. Bu nuqtadan inson o'zining navbati huzurlanayotgan ne'matlardan arilish vaqti, aytdi, ne huzurlanish vaqtini aytdi qisqa. Bu bir. Ikkinchisi dünya o'zgarishchan dunyo. İnson vaqtliq o'lib qolmadi, ya'ni umri biroz uzun bo'ldi yoki yashadi deyli. Dünya o'zgarishchan bo'lg'achqa bugun boy o'g'allar ati g'idoy, bugun podshoh o'g'allar ati mahfuz qilish ahvollari nihoyatda buni yomonchiq ko'ramiz. Bu nuqtadan inson ma dunyoni har doim qo'lda tutib turolmaydi. Bu dunyodan eng ko'p foydalanganlar shu hayotiningki 3/1 qismi ya 3/2 digidek huzurlanadi. Endi inson mushu ahvollarni o'zi ko'rib turib yoki shunda atrofiga qarasa, biroz o'ylansa, tushunadigan bir ishlar turib, ya'ni insonning bu yo'lni qopqab boshqa yo'lni tanlaganligi, Allohga shirk keltirganligi haqiqatan ochiq, oshkora ozg'unlik,
aşkara hata yolunu tanlaganlık olmayın. Ma ayetteki fakat dalla dalalan ba'ida ifadesi. Pek yirak ezip ketdi ifadesi del muşu mesela. Yani bu ikinci qitim keyinigi qanaqlanmaydı, qaytanmaydı bu. Bunun yanalaydigan yeri yok. Yanalaydigan yeri yok. Allah subhanahu wa ta'ala hem öğlenini çoğun küçük aşkarı yuşun şeriklerini saklasın ve üzünün merhametinden, dünya ahiretlik merhametinden ayrılmasın. Vaqt münasebeti öğlen bugünkü dersimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah kele saatlik derste görüşkenge kadar hem amanı Allah'a emanet kıldım. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.